Assalomu alaykum og'aylar, mana bugun akalarimiz kelgan. Shtikoda yangi oluvdik, qora tutun chiqyapti, rasxod ko'p deb kelishgan ekan. Mana hozir tayyor karburatorlardan bittasini qo'yib berdim. O'zi действительно o'zini remont qilishni iloji yo'q bo'lib qolibdi. Karburatori ham mana уже почти tugagan. Mana qaranglar, o'zini eski karburatorida. Mana ahvol. Chirib tugab bo'lib suvlanadigan joylari ham. Buni ham qilamiz, lekin endi tayyoridan qo'yib berdik. Mana xudo xolasa rasxod tortishi aka, yoqdimi tortishi? Tortishlari zo'r, avtopatsos hamma sistema ishladi. Svichalarni обновлять qilib qo'ydik. Воздушный klapanchalar yangilandi, karburator boshqa qo'yildi. Rasxodini o'lchadi, 100 gram benzin bilan 200 yuring desam 2 kilometr bo'lgan joydan burib ketdi. Mana benzin oshib qoldi. 100 gram benzin bilan 2 kilometr yurib, mana shu benzin oshib qoldi, og'aylar mana. 100 gram benzindan. Mana shunaqa og'aylar, mana xudo xolasa yuziga 4 TL ichib qo'ydi bu mashina. Вообще ekonomishni ishladi. Mana shunaqa og'aylar, xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Telefonlasha olasizlar.